Avvalambor assalomu alaykum O'zsurxon kanalining podpischiklari. Mana bugun sizlarga hojatxona hamda hovuz, suv hovuzlari bo'yicha bir videolar ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozir bu 7 tonnalik hojatxona bo'layotgan ekan. Jo'ra aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana bir ishlaringiz bo'yicha bir tanishtirib bersangiz. İşimiz mana hojatxona qo'yapmiz, hovuz qo'yapmiz. Mana Bu quyilib bo'ldi bu ichi. ichi o'zi mana yer qatori qo'yilib bo'ldi. Hozir mana yerga apalabdan o'rnatib, bu yerni sakillab qo'yamizda. Mana bu ichkari tarafi tuzilish apolovkani. Apolovkalar temirdan bo'lgan to'rt burchak ekan. Girdiga qancha beton yeyapti buni aka? Kamida 18-15 santimetr beton yeydi. 18 santimetr beton. 20 ming bo'lib ketadi sal. Ko'proq. Mana indiroq bo'lib ketsa, hozir bersa. Endi bu bir tanishtirsangiz, necha tonnagacha bor hovuzlaringiz aka? 20 tonnagacha bor hovuzimiz. 20 tonnagacha. Hozir asosan 10 tonnalik ko'p qo'yilyapti. 20 tonnalik red qo'yiladi. Bu necha tonnagacha va o'rtachalari qancha? 7 tonna o'rtacha, 5 tonnaligi bor. 7 tonna, 5 tonna, 8 tonna bor. 8 tonna. 8 ga bor. Bu uyda egasiga bog'liq, ha? Bu endi masalan 10 tonnalik hovuz qildirmoqchi bo'lsa, o'zingiz qozasizlar, ha? Ha, o'zimiz qozib, o'zimiz quyib, ustini yopib beramiz. Bu necha kun vaqt ketadi bunga? 3 kun vaqt ketadi. 3 kun, ha? 3 kun, 2,5 kun. 3 kun, 2,5 kun. Bir kun qozasizlar, bir kun 1,5 kun ustini yopib ketasizlar, qo'yib. Bu endi uyda egasiga qanchaga tushyapti masalan 10 tonnalik suv hovuzlarimiz? 5 million 6 millionga tushadi. 5 million 6 million. Xarajati. 7 tonna, 5 tonnaliklarchi? Ular uncha farq qilmaydi rasxoti. Simindan farq qiladi. Hozir 200 kilo simin kam ketadi. Qolgan hammasi xarajati bir. Mana quyilgan holatlari. Mana. Naraqami? Shu qataqi. Mana sarmeylar. Mana sarmeylar. Endi sizlar qayerdan aka? Surxondaryoning qayerdansizlar? Sho'rchi Dalvarzindan. Sho'rchi Dalvarzin. Egarchi mahallasidan, ha? Egarchi mahallasi. Endi Surxondaryoni qayergacha qo'yasizlar? Hamma joyga borasizlarmi? Surxondaryo bo'ylab qo'yamiz. Surxondaryo bo'ylab. Uydagi asli sizlarga nimalar kerak? Masalan 3 kun ishlaysizlar. Biz faqat mehnatimizga olamiz. Qolgan xarajatni tosh akib beradi, simin akib beradi. Tosh, simin, armatura, shifr. Endi bu girdiga armatura tashlanadimi, tashlanmaydimi ichiga? Ichiga tashlanmaydi. Hovuz bo'lsa, tagiga setka tashlanadi ikkita. Ustiga armatura to'qiladi, karkas. Ustiga armatura bilan shifr yopiladi, ha? Endi ustiga bemalol masalan hovuz qilganlar ustiga suppa qilib o'tirsa bo'ladi, ha? Ha, ustiga o'tirsa bo'ladi. Endi nima? Odamni ko'taradi. Odamni mashinada ham ko'taradi. Endi bizning kanalimizdan chiqqanlarga qanday bonuslari bor aka? Chegirma qilib beramiz. Chegirmasi bor, ha, albatta. Nima kanal? Kanalimizning nomi? O'zsurxon. O'zsurxon kanalidan agar shu yoqdan reklamani ko'rib chiqdik desa, chegirma bor. Chegirmalari bor. Endi videodan 3 kun davomida sizlarga bir abit qilib bersa, ha? Hozir mana girdiga apolovkani qo'yish bo'lyapti. Endi bu mana ustigacha beton qo'yiladi, ha, bungacha. Shunacha bo'ladi. Girdiga bir 40-50 santimetr tepaga balandroq bo'lyapti. Va buni yer qatori qilib qo'ysa ham bo'ladi, ha? Bo'ladi, yer qatori qilsa ham chuqurroq to'la bilan yerga ketadi.
yer qatari bo'lsa pastroq qo'llanadi. Endi hozir sizlarda sal narlarda bir quyib kelgan hovuzlari bor ekan, 10 tonnalik. Endi hozir uni ko'rsatamiz-da. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum aziz mahalladoshlar. Kecha qo'ygan hovuzimiz bitti. Endi buni qopqog'imizni ochib qo'yamiz. Hafta 10 kunda suv solganimizda bo'ladi. 10 tonnalik hovuz. Zamiyada mandada nima keladi? Bu yerdan kranga suv chiqarib olsa bo'ladi motorga. Ha, Montajga. Endi 10 tonnalik aka bu? 10 tonnalik hovuz. Endi 10 tonnalik bu uy egasiga qanchaga tushyapti bu usta haqqi bilan, materiallari bilan? 5-6 milliondan hammasi ichida usta haqqisi, materiali hammasi 5-6 million ketadi. 5-6 million. Ko'p daraja to'laydi. Bu endi suvni hovuziga faqat akva qo'yiladimi, boshqa narsa ham qo'yadimi? Beton qopqoqlarmi, temir qopqoqmi? Temir qopqoqlar ham bor. Hop, keyin beton qopqoqlar ham bor. Beton qopqoqlar 5 sm baland turadi. Qor, yomg'ir, suv tushib ketmasligi uchun. Akva qopqoq ham bor. Buni akva qopqoq ham bilan gertda rezina bor. Shuni yopgan payt bular yopiladi bular. Hech narsa kirmaydi. Endi nechta tonnagacha hovuzlar qo'yapsizlar hozir? 20 tonnagacha qo'yapmiz. Nechta tonnalikgacha apilib qilasiz bor? Hozir 10 tonnalik yaxshi, hozir 10 tonnalik apparatlarimiz bor. Agar 20 tonnalik zakaz bo'lsa, 20 tonnalik quyib yuboramiz. 10 tonnalikqa ko'p hozir zakazimiz. Asosan 10 tonnalik. Endi mayda xo'jaliklarga qarab 7 tonna, 5 tonna bor-a? Bor. Har xil razmer bor. Hojatxonada ham bor. 5 tonnalik, 7 tonnalik razmerlarimiz bor. Az bo'lmasam quyish joylarini ham bir ko'ramiz-da. Quyish razmerda hojatxona qo'yamiz. Ana shu yerda syomka qilamiz. Telefon nomerlarini qoldiramiz tagiga. As bo'lsa, chiroyli qilib quyib beraveramiz. Mana betonlari yaxshi chiqibdi, silliqqina. Bu garantiyasi bor-a buni? Garantiya bor.